Assalomu alaykum do'stlar. Hozir men sizlarga Sanoat qurilish bank mobil ilovasi orqali do'stlaringizni taklif qilib, pul ishlashni o'rgatib o'taman. Buning uchun pastdagi kommentariyadagi havola orqali Sanoat qurilish bank ilovasini ochib olasiz va hozir men sizlarga video qo'yib beraman. O'sha video qo'llanma orqali qanday qilib registratsiya bo'lishni o'rganib olasiz. Ilovaga birinchi kirganingizda til tanlash bo'limi chiqadi. Bu yerdan o'zingizga qulay bo'lgan xohlagan bitta tilni tanlaysiz va telefon raqamingizni kirgizib SMS kod orqali tasdiqlaysiz. Shundan so'ng keyingisi tugmasini bosganingizdan so'ng ushbu oyna ochiladi. Bunda o'zi yozilgani kabi birinchisiga ismingizni, ikkinchisiga familiyangizni yozasiz. E'tiborli bo'ling, aksiyada qatnashishni boshlash uchun taklif qiluvchi kodi degan joyga videoda ko'rsatilgan kodni yozasiz. Va videoda ko'rsatilgan joyga tasdiqlash belgisi, ya'ni galchka qo'yib, keyingisi tugmasini bosishingiz mumkin. Va sizda ushbu oyna ochiladi. Bu yerda harf va raqamlardan iborat 8 tarik parol tuzishingiz kerak. Va ixtiyoriy maxfiy so'z kiritasiz va keyingisi tugmasini bosishingiz mumkin. Va keyingi oyna ochiladi. Bu yerda nomeringizni SMS orqali yana bir bor tasdiqlaysiz va parol kiriting degan joyiga boya o'ylab topgan 8 talik parolingizni kiritasiz va kirish tugmasini bosasiz. Va ilovaga har safar kirishda so'raydigan 4 talik pin kod o'ylab topasiz va kiritasiz. Barcha bank ilovalarida bo'lgani kabi ilovadan to'liq foydalanish uchun videoda ko'rsatilgan joydagi tasdiqlash galchkani bosamiz va identifikatsiyadan o'tish tugmasi orqali identifikatsiyadan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hozir men identifikatsiyadan o'tishni ham o'rgatib ketaman. Mana bu yerga pasport seriya va raqami kiritiladi. Mana bu yerga esa tug'ilgan sanangiz yoziladi va davom etishni bosishingiz kerak bo'ladi. Yozib bo'lganingizdan so'ng hamma narsani keyin bu pasport egasini rasmga olishni so'raydi. Davom etishni bosganingizda bitta rasmga tushib olasiz, bo'ldi. Barchasini bajarib bo'lganingizdan so'ng mana shunday oyna ochiladi va mana bu yerda taklif uchun bonuslar degan joyini bosasiz va bu yerda sizning promo kodingiz chiqadi. Mana shu promo kod orqali do'stlaringizni taklif qilib, har bitta taklif qilgan do'stingiz uchun pullarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi.